Svitariana giloslarimiz, Xitoy gilosi mana. Tanasini ko'rsatib Mana tanada hosil qiladi mana. Mana tanada. Demak, pastda, Svitariana. Mana nima. Ince ekun ince. Mana. Mana. Ana. Ana shuni men $8 sotib olganman. Yevropadan olib kelganman. Mana ko'ringlar. Mana bu shu yil 4-yil 4ga qadam qo'ydi hisobga kiradi. Buni nomi Svitarianami? Aha. Mana ko'ringlar. Mana bu arasiga mana shaftoli ekkanmiz mana. Mana 6ga 5 ekilgan. Mana bundan holi yana 5-6 yil hosil olamiz. Keyin gelos katta bo'lgandan keyin bu tagidan olinadi, kartoshka qilinadi. Gilos tiqilib qolmaydi, ha? Yo'q, arasiga. Yo'q, 5ga 6 ekilgan. Aha. Mana buni Mana 1-2 yildan 4 yildan keyin buni hosil olamiz, keyin buni tagidan optaylaymiz. Ana. Uje to bu katta bo'lgancha. Bu hozir aslovnoy gelos bu qo'shimcha daromad hisoblanadi. Aha. Buni ham ekmasa bir xillar ekmaydi shuni. Qarang. Bizlar to mana bu hosilga kirgancha mana bu yerda men bizlar shoxlardan Bu daromad. ko'chatlaringiz necha yillik bo'ldi? Necha yillik? 4-yilga qadam qo'ydi. 3 yil to'liq bo'ldi. Mana bu yil 4-yil. Mana 4 yosh Mana giloslarimiz mana. Mana. Hozir mana Shaftollar 4 yilda qancha hosil beryapti bir tubi? Mana shu 3-yilga bultur 10 millionga daromad qildim. Ana. Yo, kilosi bir tub daraxti. Necha kilo meva beryapti? 30 kilo, 25 kilo oldim bultur. Ana.